Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. 20-asrda insoniyat baliq davridan chiqib, yangi kova davriga kiryapti degan fikr aytilgan edi. Yangi davrning xususiyatlari qanday? Ular dunyoga nima olib kelishadi? Umuman olganda dunyoda insoniyat hayotida nimalar sodir bo'ladi? Buni biz odamlar qanday his qilamiz o'zi? Bugungi ishtirokimiz aynan mana shu bir davrdan boshqasiga o'tish davri mavzusiga bag'ishlangan. Astrologiyadan va muayyan manbalardan ma'lumki, insonlar jamiyat hayotidagi tub yangilanish aynan kosmosda ma'lum bir mexanizm ishga tushirilganda, muayyan kosmik hodisa sodir bo'lganda ro'y berar ekan. Bundan tashqari, ritm va sikl olam qonuniga binoan kosmik hodisa ham davriy tabiatga ega. Shu bilan birga Quyosh tizimi bilan yurg'iziladigan kosmosning aql bovar qilmaydigan uzoq muddatli soat mexanizmi juda ham aniq va aynan shuning uchun ham uning vaqtini munajjimlar tomonidan bashorat qilinishi mumkin. Albatta, kosmosdagi vaqt yerdagi davrlardan ancha ulkanroq. Va mana shunday davrlardan biri bu 2160 yilga teng bo'lgan kichik yil davri deb atalar ekan. Bu raqam Yer sayyorasining Quyosh va kosmosga nisbatan harakatining xususiyatlaridan kelib chiqqan. Demak, har bir davr 2160 yil davom etar ekan va uzoq hukm surgan baliq davrining asosiy xususiyati qisqacha aytganda bu diniy tuyg'ularga urg'u berish bo'lgan edi. Hamda bu davr energiyasi ko'proq suv energiyasi yoki borliqning astral qatlamiga xos bo'lgan. Kirib kelayotgan kova davrida esa mental qatlamga mansub energiya birlamchi bo'ladi. Va bu davrda inson o'z ichki dunyosiga, o'z fikrlariga, fikrlash tarziga e'tibor berib, asl mohiyati bilan tanishishi kerak bo'lar ekan. Bu davrga o'tish jarayoni 20-asrning boshlarida boshlangan hamda hanuzgacha davom etyapti. Butunlay kova davriga o'tganimizdan so'ng u ham 2160 yil davom etadi. Ya'ni hozir baliq va kova davri o'rtasidagi o'tish davridamiz. O'tish davrlari esa ko'pincha betartiblik, turli ziddiyatlar, tabiiy ofatlar va shu bilan birga inson ruhan o'sishi uchun katta imkoniyatlar bilan tavsiflanadi. O'tish davri odatda 2-3 asrcha davom etar ekan, lekin bugun aynan ko'plab mualliflar tomonidan qayd etilayotgan hozirgi kun hamda 30-yillargacha davom etadigan ayniqsa sezilarli o'tish vaqti haqida to'xtalib o'tamiz. Endi mana shu o'tish vaqtining asosiy jihatlari bilan tanishish uchun turli mualliflarga murojaat qilamiz. Masalan, jonli etikada bu davrning asosiy jihati bu sayyora hamda insoniyat tebranishlarining o'zgarishi, uyg'un bo'lmagan hamma narsani tozalaydigan va o'zgartiradigan olovli energiyaning ortishi hisoblanar ekan. Mana shu paytda insoniyat energiyasi va ongi o'zini yangi darajasiga ko'tarilyapti deb aytilgan. Amerikalik olim, tadqiqotchi, muallif Greg Braden ta'rifiga ko'ra, o'tish bu yerning magnit maydoni, iqlimi, ijtimoiy tuzilishi va odamlarning fikrlash tarzi o'zgaradigan ulkan bir davr hisoblanar ekan. Va mana shu o'tish davrining mohiyatida bu olim fikrlash tarzining o'zgarishida ko'radi. Ya'ni qo'rquv va raqobatdan hamkorlik, rahm-shafqat va o'zaro bog'liqlikka sari o'tishda hamda o'z ichki ijodkor kuchi bilan tanishishda. Amerikalik yozuvchi, bashoratchi, tabib, bastakor, ma'ruzachi Sel Rachel bo'yicha esa o'tish bu inson ongining 4 hamda 5-o'lchovlari tomon harakatlanishi hisoblanar ekan. Va mazkur faol tozalanish davrida insonlarning psixikasida, munosabatlarda, siyosatda bo'lsin, barcha yashirin narsalar oshkor bo'la boshlar ekan. Bu payt sabab hamda oqibat qonunining kuchayishi bilan ajralib turadi. Va oddiy so'zlar bilan bunday davrda biz odamlar tizimli dunyodan yurakdan bo'lgan yashash tarziga qarab boryapmiz deb aytish mumkin. Mana inson dunyoga keladi, yashaydi, hammamiz turli oilalarga, ma'lum bir millatga kelamiz, ma'lum bir jamiyatda tug'ilamiz. Bu omillar esa ravshanki o'ziga xos tajriba va
e'tiqodlarni insonda shakllantiradi. Ya'ni inson umri davomida bir qator dasturlarni beixtiyor qabul qiladi va har bir qalbning hayot rejasiga ko'ra vazifasi bu turli xil cheksiz tajribalarni boshdan kechirish hamda mana shu tajribalar yordamida o'z tebranishlarida yuksalish. Va yerga hozirgi o'tish paytida shunday kuchli energiya yuborilyaptiki, butun makon va odam xohlasa xohlamasa o'zgarib boryapti. Va eslatib o'tish kerakki, o'sish bu biz insonlarning tanlovimiz emas, bu hayotning o'zgarmas bir qonuni. Shunchaki biz odamlar yo bilimlar orqali ongli anglash yordamida yoki muammolar yordamida baribir o'zgarib o'sib boramiz. Shu bilan birga turli mualliflarning ko'plab bashoratlariga qaraganda ana shu yerga kelayotgan yuqori darajadagi energiyalarni u yoki bu tarzda o'zlashtira olmaydigan insonlarning yo qalblarning taqdiri turli yo'llar bilan talqin qilinyapti ekan. Bu savolni turli mualliflar Dolores Cannon, Michael Newton, Sal Rachel va boshqalar o'z asarlarida juda ham aniq yoritishgan. Bu o'rinda ahamiyatli bir omilda to'xtalish lozim. Yerimiz ham tirik va ma'lum bir tebranishlarga ega va binobarin mana shu kelayotgan yangi energiyalar orqali avvalambor yer o'z energiya sifatini, darajasini oshirib borar ekan va biz o'z ona yerimiz bilan birga o'zgarishda boshqa ilojimiz ham yo'q aslida. Endi o'zi yuqori energiya yoki darajasi, sifati oshgan tebranishlar inson uchun nimani anglatadi? Demak, ramziy oqibatlari qisqacha bu hayot tezligining oshishi, yaxshilik va yomonlikning kuchayishi, eski shakllarning yo'qolishi va inson ruhiyati, axloqiga, ma'naviyatiga talablarning ortishi. Ahamiyatli joyi, bunday o'tish davrida inson aslida barcha mana shu mavhum bilimlarni o'rganmaydi, balki eslay boshlaydi. Ya'ni yaratuvchi tomonidan inson uchun o'ylab topilgan o'z asl ichki qobiliyatlarni, tug'ma bilimlarni eslay boshlaydi. Va bunday jarayon inson aynan o'z ichiga ongli ravishda nazar solgan paytidan boshlanadi. Bu o'rinda eski matrisaning muhim ajralib turadigan bir xususiyatlardan biri bu ajratish g'oyasi ekanligini aytib o'tish muhimdir. Ya'ni bu g'oyaning negizida biz hammamiz asl manbadan, yaratuvchidan, tabiatdan va binobarin bir-birimizdan ham alohida ekanligimiz, ajralganligimiz g'oyasi yotadi. Va endi esa inson uchun olamning birlik qonuni, hamdardlik g'oyasi, ichki ijodkorlik kuchi tushunchalari juda oydin bo'lishi kerak. Endi mana shu o'tish vaqtining asosiy belgilari quyidagicha hayotda o'zlarini ko'rsatadilar. Birinchidan, hayot tezligining oshishi deb aytildi. Ya'ni hayotdagi barcha jarayonlarni tezlashishini kuzatish mumkin ekan. Vaqtning tezlashishi, kunlarning xuddi qisqargandek tuyg'usi, fikrlarning, ya'ni o'sha fikrlashimiz natijalarini ijobiy va yoki salbiy bo'lsin, tez namoyon bo'lishini. Ya'ni yuqorida Sal Rachel yozganidek, sabab hamda oqibat qonunining jadallashishi ro'y beradi. Shu bilan birga emotsional chayqalishlar va ularni davolash uchun eski ko'ngil jarohatlari, turli ichki nizolarning kuchayishi ham ro'y beryapti. Bu degani inson hayotida u yoki bu vaziyatlar, turli sharoitlarning juda ham tez takrorlanib turishi kuzatilyapti. Bu sharoitlar aslida odamga o'zingga nazar, ichingga nazar sol deb aytish uchun paydo bo'lgan. Va agar ilgari qayta ko'rib chiqish uchun bunday takrorlanishlar har 2-5 yilda bir marta sodir bo'lgan bo'lsa, o'tish davrida endi hattoki har 3-4 haftada ham o'xshash vaziyatlar berilishi mumkin ekan. Bu shuni anglatadiki, inson o'zida, ichida o'zgarishni xohlaydigan qandaydir narsani ko'rmayapti, sezmayapti. Ya'ni yaxshilik va yomonlik kontrastida inson uchun nima bilan ishlash kerakligini tushunish juda ham muhim. Va hayotning o'zi mana shunday sharoitlar, vaziyatlar orqali rivoj sari olib boradi. Va shunday turli sharoitlarda, muammolarda biz insonlar aslida murakkablikni emas, balki ichki o'sish, rivojlanish imkoniyatlarini ko'rishni o'rganishimiz muhim. Vaqt inson ichidagi ijodkor kuchiga ishora qilyapti.
va vaziyatlar, turli hodisalar odamga aynan mana shu maqsadda, ya'ni odam va nihoyat hayot jarayoniga kirishib, uni anglashni boshlashi uchun beriladi. Chunki ko'pincha odam odatda uning muammosi qayerdaligini tushunmaydi, ko'rmaydi. Butun jarayon esa birinchi navbatda fikrlash tarzi darajasida boshlanadi. Ya'ni yuqorida aytib o'tilgandek, mental qatlam darajasida. Bundan tashqari, o'tish davrida hamma joyda texnologiyaning rivojlanishini, ko'plab jarayonlarning robotlashtirilishini ham qayd etish mumkin. Eski shakllar yo'qolib, moddiy hayotga yangicha yondashuv yo'lga qo'yilyapti. Lekin mohiyatida bularning barchasi biz insonlar faqat aql bilan yashashimiz va texnokratik rivojlanish sari intilishimiz uchun emas, balki o'zimizni bilish, ichki rivojimiz, o'sishimiz hamda rivojlanishga vaqt ajratishimiz uchun berilyapti. Ya'ni moddiy hayotni yengillashtirish maqsadida. Chunki farovon, boy va moddiy qulay hayot uchun qancha ko'p texnologiyalar yaratilmasin, zamon shuni aniq ko'rsatyaptiki, toki inson ongsiz ekan, o'z asl tabiatini bilmasdan yashar ekan, olamni tuzilishini bilmas ekan, u judayam baxtsiz. Bundan tashqari, ongi past insonlar qo'lidagi yuksak texnologiyalar juda xavotirli holat. Shu sababli zamonamiz murabbiylari tomonidan inson ayniqsa o'z ichki kechinmalariga e'tiborli bo'lishi tavsiya qilinadi. Buning ustiga insonlar faqat intellekt yordamida yashaganlarida qanday tanazzulga uchraganliklari borasidagi tarixiy ma'lumotlar, faktlar ham mavjud. Demak, eski tizimlarning qulashi hodisasi va ilgari tizimdagi mavjud ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy modellarning ishlamasligi ham shu o'rinda aytib o'tish mumkin. Ma'lum manbalarda hozirgi paytda ayniqsa tushlarga ham e'tibor berish kerak deb aytiladi. Chunki inson uyqu vaqtida nafis qatlamlar bilan muloqotda bo'ladi va muayyan insaytlar olishi mumkin. Kerakli ramziy maslahatlar, savollarga javob olishi, o'tgan hayotlarni ham eslashi mumkin. Ya'ni ruhiyatimizga, qalbimizga alohida e'tibor berishning talabi mana shunday ko'rinishga ega. Ko'pchilik insonlarda energiyalarga nisbatan sezgir bo'lish va ko'pchilikda intuitsiyaning uyg'onish hollari ham kuzatiladi. Sel Rachel o'z kitoblarida odamlarda muayyan bir joylarga yoki tebranishlarga nisbatan sezgirlikning oshishini, magnit va astronomik sikllarga reaksiya qilishi jarayonini ta'kidlagan. Shu bilan birga bu davrdagi yangi energiya bosimi oqibatlarida insonda ruhiy beqarorlik, hech narsa qilmasa ham charchoq, lanjlik yoki aksincha energiya ko'tarilishi, yashirin qobiliyatlarning uyg'onishi sodir bo'ladi deb aytilgan. Endi bu davrni qanday o'tish tavsiya qilinadi? Eng muhimi, barcha o'zgarishlarni qabul qilish. Dunyo bilan kurashish o'rniga o'zgarish tabiiy degan narsani tushunish tavsiya qilinadi. Masalan, Greg Braden jonli etikada shunday fikrlar aytilgan. O'tish bu falokat emas, balki sikllar orasidagi o'tish hisoblanadi va bu davr ochiq yurak yo'lidan borayotganlar uchun osonroq kechadi. Bu yo'l insondan ham jasorat, ham moslashuvchanlik va ichki soddalikni talab qiladi. Eng muhimi albatta hamma narsani boricha qabul qilish. Ya'ni charchayapsizmi yoki aksincha energiyangiz ko'payib boryaptimi? Uyqusizlik holati bo'lyaptimi yoki umuman lanjmisiz? Bularning barchasi o'sha sarflanmay tanamizda u yoki bu tarzda saqlanib qolgan energiyaning ifodasi deb qabul qilish kerak. U shunday asta-sekin yuborilayotgan yuqori darajadagi olovli energiya orqali yuvilib boriladi. O'zi bu olovli yuqori sifatli energiya tozalash vositasi hisoblanadi. Aniqrog'i, psixikaning toksinlarni yoqish vositasi. Va insonlarda fikrlashning yangi turining belgisi bu o'ziga xos olovli fikrlash tarzi uyg'onadi buning oqibatida. Bu chuqur ma'naviyat, o'z-o'zini shaxsiy rivoji va olamga xizmat g'oyasiga qiziqishning ortishida kuzatiladi. Va keyingi yana bir tavsiyalardan biri bu ongli intizom. Vahima va axborot betartibligiga berilmasdan tanqidiy o'ylash, ma'lumotlarni saralay bilish va lekin buni ochiq yurak bilan amalga oshirish tavsiyasi mavjud. Aloqalarni iloji boricha uyg'un holda saqlash, hayotda ajratishdan ko'ra hamkorlikni tanlash, ong va hissiyotlarni tozalash, ya'ni emotsional gigiyenani saqlash tavsiya qilinadi.
Bundan tashqari ko'plab insoniyat murabbiylari o'zimiz bilan rost bo'lish tebranishlarni oshirishning kaliti deb ham yozib o'tishgan tavsiya sifatida. Albatta o'z tanamizni ham sog'lom saqlash juda muhim. Toza va tabiiy ovqatlanishni yo'lga qo'yish, haddan tashqari yuklardan saqlanish, ya'ni energiya darajasida, hissiy darajada yoki mental darajada bundan saqlanishning ahamiyati juda baland va bir stabilizator sifatida tabiat bilan aloqa qilish ham insonga juda foydali. Ya'ni umumlashtirganda asab tizimiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish alohida tavsiya qilingan va insonga juda ham ko'maklashadigan bir yondashuv sifatida tafakkurni yuqoriga, eng oliy g'oyalar, eng oliy fikrlar sari qaratish deb alohida tavsiya berilyapti. Bunday fikrlash tarzi, hayotda yashash usuli esa faqat ochiq yurakda ro'y berishi mumkin. Kova davri bu yurak davrini anglatadi. Chunki faqat yurak bu olovli energiyani qabul qilishi, boshqarishi va ijodiy harakatga aylantirishi mumkin. Bu borada juda ham o'rinli bo'ladigan Jaloliddin Rumiyning bir satrlari mavjud. Sizning vazifangiz sevgini topish emas, balki unga qarshi qurgan ichingizdagi barcha to'siqlarni o'zingizda izlash va anglashdir. Ya'ni inson o'z ichidagi to'siqlarni olib tashlagandagina yurak toza, yorug'lik idishiga aylanadi. Shunday ekan, barchamizga bu o'tish davrida tana va ruhiyatimiz salomatligini, yurak ochiqligini, qalbimizda esa faqat ko'tarinki kayfiyat bo'lishini, hayotimizda faqat go'zal, ijobiy o'zgarishlar ro'y berishini chin yurakdan tilab qolaman. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun va e'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi sayohatlarda ko'rishguncha xayr.